Buni birinchi sloy sepamiz, mana bu ham tosh, tagi ham tosh. Ikkinchi sloyga mana buni qo'l xizmatida o'tkazamiz. Bu yerda apparatlarimiz bor. Bu qisman ko'rsatib o'rsam bo'ladi. Ko'rsataman. Keling. Mana apparatlar bu yerda ekan. Qisman ko'rsataman, qisman. Hozir mana sepish jarayonini qilyapmiz. Mana bu yerda sepish jarayoni. Mana shu yerda mana shu pulverizatор bilan shuncha sharoit qani odamlar ishi yo'q deb o'tiradi. Rossiyadan o'rganib kelib mana O'zbekistonga Rossiyani pulini ishlayapti. Ko'ringlar, hayron qolinglar-da mana odamlar. keling mana yurishini qarang, mana shu bir qo'lcha. Yuriladi. Bitta tayyor bir qo'l bilan. Masalan, nogironlar, imkoniyati cheklangan insonlar ham bemalol ishlasa bo'ladi degani 15-10 yoshar bola ham chiqarsa bo'ladi. Hozirgi kunda bitta shogirdimizni chiqardik, mana shuni o'zidan chiqardik 14 yoshda. Juda ham chiroyli, o'zlarini fantaziyalarini qilib, yana ham boshqacha qoliplardan, yana ham boshqacha qilib harakat qilyapti. Reklamalar qilgan, reklamalarda YouTube'da ko'rsalaringiz bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqqan. O'zim bir havas qildim. Bir qo'lga tetgan joylarim bu yerga, bu yerdan chiqqan narsani mana shu yerda quritamiz. Bu yerdan chiqdi. Asta qo'lda tegizmasdan. Qancha vaqtga quriydi bu? Mana shu qo'yamiz, shu darajada turadi. Bu termopanelimiz shundan iborat. Mana bu yerda qoliplari, har xil qoliplari, fasad qoliplari bor. G'ishlik, uzun g'ish, kalta g'ish, har qanaqa g'ishlardan chiqadi. Nega shogird chiqadi? Biz yana shogird chiqaryapmiz. Mana shu termopanelda tugatib olaylik. Termopanelda o'zimiz chiqarib zakaz qilsalaringiz qilib beraveramiz. Kvadraturasini 80 mingdan 120 minggacha edi. Hozirgi kunda faqat 80 ming, uchligini 80 mingdan beramiz. Lekin 120 ming edi 80 mingga. Mana bu apparatlar shunga ishlatiladigan apparatlarini hamma narsani qoliplari bilan o'rgatishi ichida bepul o'rgatib, qanaqa imtiyozlar beryapsiz o'rgatuvchingizga? Mana kelyapti sizga o'rganmoqchi. Nima qilib berasiz, aytib bering shuni ham. Ular eshitsin, mana hammaga qiziqdi chunki. O'rgatuvchi o'rganadigan insonlarga bu termopanelda apparatlarni beraman. Gibki kamenni qo'shib beraman. $1200 dan edi, $1000 beraman. Kelib, buni ichiga imkoniyatlar shundan iborat. Yeb ichib, 3 mahal ovqati bilan, yotog'i bilan bemalol xohlagancha mukammal o'rganib olgancha nima beraman. Yana xomashiyasini ham beraman deyapti. Xomashiyasini bir marta chiqarishini ozroq qilib ko'rgazma beraman. O'zlari chiqargan narsalarini beraman. Hozir olgan davomingizda hozir klientimiz bor. Nimadan ishxonadan kelganlar, o'shani ko'rsatib beraman. Ularga hozir olyapti, xomashiyalarini nima olyapti, o'zlaridan so'rab olasiz. Men aytsam, maqtangan deb o'ylashingiz mumkin. Mana hozir mana bu kishilar ham qayerdan kelgansizlar? Mana ishxonadan kelgan turmush o'rtog'ingizlar, shu oilasidan. Oilaviy kelib, mana o'rganib, mana hamma narsasini jamlab, endi uyga ketish arafasiga biz kelib qolibmiz. Mana gapiringizda qanday bo'ldi jarayonlar, qanday o'rganish qanday bo'ldi? Qiyin bo'lmadimi? Yo'q, qiyin bo'lmadi. Rahmat opara. Shu bizlar YouTube'dan kuzatib, shu hunarni o'rganib keldik. Yaxshi, o'rgatdi. Ishxonaga joylaringiz bormi? Endi sizlarga ham shunday ishlab chiqarishga mana shunday sharoitlar bormi? Bor. Xudo xohlasa boshlaysiz sizlar. Tadbirkor bo'lsa ochmoqchi. Ham o'rgatyaptilar, ham bu kishi opamiz mana savobga ham qolyaptilar. To'g'rimi? Buni ishda hammani ham qo'lidan kelavermaydi. O'zini kasbini birovga o'rgatish. Yaxshi yordam qildi. Iloji sizlarga ham ishlaringizni ko'rsating, nimalar o'rgandingiz, qanday qildingiz? Bizlar o'zimiz mana shuni o'zimiz yasadik. Mana shuni o'zingiz hal birinchi ishingiz-da bu. Mana qarang, qanday chiroyli. Birinchi ishga shunday chiqarsa, qoyil qolish kerak. Mana qaranglar. Ko'rgan odamning havasi keladi, mana qaranglar. Yana moyishi ham ekanda bular. Hech narsa qilmaydi. Hali laklanmagan. Bilmas ekan, ishi yengil, yaxshi. Tayyor mahsulot. Demak, kelgandan noldan hali umuman bu ishni bilmagansizlar. Shunday kelib o'rgandilarmi? Ya qoyil. Necha kunda o'rgan? 3 kunda o'rgandik. Lekin ketamiz deb oylab qiynalib o'rgana olmaydi odamlar. 3 kunda o'rgandingizmi? Shuncha zo'r master ekansizda. Mana bu stollari, vibrostollari, mishalkalari, qoliplari, mana o'zlari chiqargan mahsulotlardan 12 dona reklama qo'yaman, o'zim qilganimni ko'rsataman dedilar. Yana bir 43 dona 5 kvadraturaga yetadigan mahsulot. Tagida termoplast, ustiga nimalar, hamma narsalari bilan berib yuboryapman. Mana plastmassaviy bu qolip demak, qoliplar. bizlar narsa opaga o'xshab nima qilmoqchimiz? Mahalla yordam bersa, barakalaringizni bersin. Hamma harakatda barakat deydi-ku. Uning o'g'illari Rossiyada ekan. O'g'illari bo'lmaydi, o'rgana olmaysiz, oyijon, siz yaqinda operatsiya bo'lgansiz.
sizga ish qilish mumkin emas degan ekan. Bu men qila olaman, shu ayol qilgan ekan, men shuni o'rganaman, men senga shuni dokazat qilib beraman deb degan ekan. Mana endi ish jarayonida qiynaldingizmi deb so'rang. Qanday? Qiyinchilik bo'ldimi yo'qmi? Yo'q. Umuman qiyinchilik Og'ir ko'tarish mumkin emas ekan. O'rgandingiz. Yengil narsa, og'irmi? Yo'q. Yengil. O'rganish ham oson ekan, o'rganish. Bu apparatingiz nima? Bu penalomboz. Uylarda ustiga qishloq xo'jaliklarda qamishlar qo'yib, cho'plar, nimalar qo'yib taqib qo'yadi. Shunday qo'yiladi. Kvadraturasi 35 mingdan. Ana qarang, qamish izlamaymiz, taxta izlamaymiz, mix izlamaymiz, penoplastik qo'yib ustidan shuva boradi, shuvaladi. Shuvalmaydi. Shuvalmaydi. Penal nima bu? Penalomboz. Ishadi. Nima bo'ladi? 1 santimetrda 35 mingdan qiladi. Buni ham o'rgatib berishimiz $300 deb aytayotdik. Mana $250 ham. Yana ham tushiribdilar o'z oylariga. Qaranglar. 250 dan beramiz, o'rgatamiz ichida. Hammasi. O'rganganicha hamma narsasi ichida 250 dan beramiz. Mana operatsiyaga borib shunchalar mana kasb o'rganib kelib, O'zbekistonni mana Xudo xohlasa kelajakda O'zbekistonga eng zo'r medallar olayotgan ayol bo'lasiz degan umiddaman. Ey Alloh menga mana shu nimamiz prezident shu qilganlaridan foydalansa Shavkat Mirziyoyev Ramonovich shunaqa imkoniyatlar yaratdi. Allohga shukr, shunchalik zo'r bo'lib ketyapmiz. Shu kishining nimalaridan ozginagina mana hokimlarimiz yer beramiz dedi, bozordan joy beramiz dedi. Yana gazoblokka olganman, narsalar, apparatlar olganman, o'sha beraman dedi. Yaqin kunlarda inshaalloh kelasizlar. Bozorimizda joyi bo'shagan, o'sha yerdan katta qilib apparatlarim turibdi. O'sha mana Xitoydan $22,000 shlokablokni anosini olib chiqqanman, olib kelganman o'sha. Uni qo'yishga joy masalasi. Hozir meni yana undan pechatnoy hana Allohimizning rasmlari yopishtirilgan. O'shani ham ko'rsatay, juda ham ishga kirganda shunga havasim keldi. Shular bor. Yaxshi narsa ekan, yoqib qoldi. Yuvelirli ish bular, bularga chang kirmaydigan sharoitlar ularni chiqarsak bo'ladi. Bular juda ham oson. Mana shu nogironlarimiz, qo'lidan imkoniyati cheklangan odamlar o'tirib qiladigan. Meni hozirgi kunda bunga vaqtingiz yo'q o'sha sizda. O'ntadan ziyod nogironlarim bor, sharoitim, hamma narsam bor, lekin ammo meni nimam yo'q, imkoniyatim yo'q, joyim, menga mablag' bir nimalardan qiynalib bu narsalarni hozir chiqara olmayapman. Kelajakda albatta chiqarasiz. Nasib bo'lsa inshaalloh mana joylar hal bo'lgandan keyin o'sha yerda harakat qilamiz. Ha, yana bir iltimosim bor edi. Biz endi shu narsaga nima qilaman? Shu Ishtixon tumanining Xotin-qizlar sovetini raisi, mahalla komi, hokim yordamchisi, mana shu Ishtixondan kelgan meni klientlarimga yordam beringlar. Bular mukammal, juda chiroyli o'rgandi. Bular ham bizday bo'lmoqchi. Endi bizdan chiqib shunday zo'r bo'lganiga bularga kuch-quvvat berib yordam bersalaringiz, bular ham juda katta tadbirkor bo'lib ketadi. Albatta. Chunki 3 kunga shunchalik darajaga yetdi. Men G'allarolda bundan oldin chiqib ketgan shogirdlarimda ham G'allarol tumanining hokimi, hokim yordamchisi, mahalla komi Xotin-qizlar sovetini raisi, shular yordam beringlar. Mana shu prezidentimizni shu imkoniyatlarini sizlar u kishini aytgan gaplarni qo'llab-quvvatlasalaringiz bizga o'xshagan odamlar o'sadi, yaxshi bo'ladi. O'zbekistonimiz yanada rivojlanadi. Shuni iltimos qilmoqchiman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ishlaringizga omad. Bu safar kelganimizda bundan ham katta zavodlar qurishga ishlab, Allohning kuch-quvvat bersin sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.